Yana bir hamyonbop, judayam go'zal va dunyoning eng kuchli superbayklaridan bittasi. Narxi bor yo'g'i komplektatsiyaga qarab 30 ming AQSh dollardan oshadigan bu superbaykning dvigateli 999 kubichskiy santimetrdan iborat bo'lgan 4 ta silindrli shift cam texnologiyasi o'rnatilgan bo'ladi va natijada uning quvvati 210 ot kuchi 113 Newton metrdan iborat bo'ladi. 200 kilogrammga yetib bormaydigan bu superbayk uchun maxsus qanotlar o'rnatilgan bo'ladi. U qulay va zaruriy aerodinamikani hosil qilish uchun yordam beradi. Ba'zi sportivniy sedanlardan kattaroq bo'lgan ikkitali havo aylanadigan 320 mm dan iborat bo'lgan tayanch diskaga ega. O'rnatilgan ABS Pro tizimi katta tezlikda va hattoki xavfli burilishlarda ham xavfsiz sekinlashga sababchi bo'ladi. Yuqori tezlikda maksimal darajada yo'lni ushlash uchun sport shinalari o'rnatilgan bo'ladi. Oldi qismda 120 ga 70 ZR17, orqada esa 200 ga 55 ZR17. Bu degani o'zi 60 da yursa ham to'xtash paytida 160 ga o'xshab ketadigan ba'zi avtomobillardan anchagina xavfsiz degani. Siz bu pulga qaysi superbayk olgan bo'lardingiz? Ducati Panigale V4 mi yoki Kawasaki Ninja ZX-10R RR mi? Albatta ushbu superbaykimizning etilmagan jihatlari, batafsil ma'lumotlari va rasmlari eksklyuzivniy Telegram kanalimizda mavjud bo'ladi.